dunyoning muhabbati, mol dunyoni, pulni, boylikni muhabbatidan ziyoda buzg'unchi muhabbat yo'q. Bo'ldi. Qaysi bir banda mol dunyoga o'ch qo'ysa, shuni orqasidan quvadigan bo'lsa, u mol dunyo uni o'ziga qul qilib oladi. Mol nima desa, pul nima desa shuni qiladigan bo'lib qoladi. Birovni aldagin, ko'payaman desa aldaydi. Birovni haqqini urgin, ko'payaman desa, birovni haqqini. Falonchiga zulm qilgin, men ko'payaman desa, uni ham zulmni qiladi. Ya'ni mol dunyoning muhabbati barcha buzg'unchiliklarni, axloqsizliklarni boshi bo'ladi. Endi molni ushlab olgandan keyin bermay yursa nima bo'ladi? Baxt